Assalomu alaykum, akustik kuzatuvchilari. Bugungi suhbatimiz eshitish moslamalari haqida tarqalgan noto'g'ri tushunchalar, noto'g'ri fikrlar haqida bo'ladi. Inson hayoti davomida eshitishda muammoga duch kelishi mumkin yoki uni yaqin duch kelishi mumkin. Ana shunaqa insonlar bizga kelishganda, ularning hayolida haligacha eshitish moslamalari juda ham katta. Ular eshitish qobiliyatini yana ham pasaytiradi. Ulardan foyda yo'q, noto'g'ri tushunchalar hali ham uchrab turadi. Shulardan bir qanchasiga bugun javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Birinchisi, bu eshitish moslamasi eshitish qobiliyatini yana ham og'irlashtiradi degan noto'g'ri tushuncha. Eshitish moslamasi qachonki noto'g'ri tanlansa yoki u shifokor tavsiyasisiz olinsa, eshitish qobiliyatini yana ham og'irlashtirishi mumkin. To'g'ri tanlangan va to'g'ri sozlangan eshitish moslamasi va shifokor tavsiyasi bilan olingan eshitish moslamasi hech qachon eshitish qobiliyatingizni pasaytirmaydi. Aksincha, eshitish qobiliyatingizni saqlab qolishga yordam beradi. Keyingi tarqalgan noto'g'ri tushuncha, nega eshitish moslamasi qimmat? Shunga o'xshagan eshitish moslamalari onlayn do'konlarda, aptekalarda, medtexnikalarda ancha arzon narx turibdi-ku degan tushuncha. Birinchidan aytib o'tishim kerak, bir aptekalarda, onlayn do'konlarda sotilayotgan eshitish moslamasi, ular eshitish moslamasi emas. Ular oddiy ovoz kuchaytirgich. Tabiiy savol tug'iladi. Eshitish moslamasi bilan ovoz kuchaytirgichni qanaqa farqi bor? Eshitish moslamasi sizga kerak bo'lgan chastotani, sizga kerak bo'lgan balandlikda kuchaytirib beradi va ortiqcha shovqinlardan sizni qulog'ingizni asraydi. Ovoz kuchaytirgichni sizni qulog'ingizga moslash imkoniyati yo'q. Ovoz kuchaytirgich o'z oti bilan hamma ovozlarni bir xil balandlikda ko'taradi. Buning oqibatida siz kerak bo'lgan ovozni yaxshi eshitmay qolasiz. Kerak bo'lmagan ovozni juda ham ko'p miqdorda eshitasiz va buning oqibatida qulog'ingiz yana ham baland ovozga o'rganib qoladi. Bu esa qulog'ingiz eshitish qobiliyatini pasayishiga olib keladi. Eshitish moslamasi uchun hozir ko'p pul to'lab, siz kelajakda o'zingizni ortiqcha bo'lgan sarf-xarajatdan asrab qolasiz va eshitish moslamasi sizni qulog'ingizni pasayishiga sabab bo'lmaydi. Keyingi tushunchamiz bu eshitish moslamasini taqishdan uyalish. Ko'pchilik haligacha eshitish moslamalarini juda ham katta, juda ham qo'pol deb o'ylashadi. Eshitish moslamasini taqishdan uyalishadi. Ko'rinib qoladi, bilinib qoladi. Uni ko'rganlar meni kar deb o'ylaydi degan noto'g'ri fikrlar hali ham uchrab turadi. Hozirgi eshitish moslamalari bundan 20 yil oldingi eshitish moslamalariga o'xshab qo'pol, juda ham katta emas. Hozir mana shunga o'xshagan quloq tepasiga turadigan miniatyurniy apparatlar yoki quloq formasidan qolip olib yasaladigan shunga o'xshagan apparatlar juda ham ko'p. Ularni qulog'ingizda borligini hattoki yoningizdagi odam ham bilmasligi mumkin. Shuning uchun hozirgi eshitish apparatlarini juda ham katta, hali ham qo'pol deb o'ylab yuradiganlar juda ham katta xato qilishadi. Xuddi texnika rivojlangani sari ham eshitish moslamalari ham ular bilan barobar rivojlanib boryapti. Xudo xolisa to'xtab qolmaydi. Yildan yilga eshitish moslamalari takomillashib, yana ham hajm jihatdan ham, effektivlik jihatdan ham samaradorligi oshib boradi. Yana bitta keng tarqalgan noto'g'ri tushunchamiz, eshitish apparatini taqqanimdan keyin darhol xuddi tabiiy qulog'imdek, darhol oldingidek eshitaman degan fikr. Bu noto'g'ri tushuncha. Inson faqat qulog'i bilan emas, miyasi bilan eshitadi. Eshitish moslamasi bu tabiiy quloqdek bo'lmaydi. Bu o'z nomi bilan eshitish moslamasi, ya'ni protez. Undan chiqayotgan ovozga odam miyasi o'rganish kerak. Bu ozgina vaqt talab qiladi. Kimdadir 1 oy, kimdadir 3 oy. Eshitish qobiliyatini pasayishiga qarab, inson o'sha kasalligiga qarab, hammada har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun eshitish apparatini taqqanimdan keyin xuddi sog'lom eshitaman degan fikr noto'g'ri. Eshitish moslamasiga olgandan keyin unga moslashishga vaqt kerak bo'ladi. Keyingi noto'g'ri tushuncha, bu eshitish apparatini menga bittasi ham bo'ladi yoki eshitish apparatini yomon qulog'imga taqaman degan tushuncha. Shifokor sizga ikkita eshitish moslamasi taqishni tavsiya qilgan bo'lsa, ikkita eshitish moslamasi taqishingiz shart.
Bekorga ikkita quloq berilmagan, bekorga ikkita ko'z berilmagan. Agar siz ikki tomonlama pasayishda bir tomoningizga apparat taqsangiz, bu sizga ertaga odamlarning orasida, odam ko'p joyda, shovqinli joyda eshitishingizni to'liq kompensatsiya qilib bera olmaydi. Ya'ni kim unaqa joylarda yaxshi eshitmaysiz va eshitish mabodo hozir ikkita eshitish moslamasiga imkoningiz yetmasa, yaxshiroq tomoniga olishingiz kerak va keyingi tomoniga, ikkinchi tomoniga olish imkoniyatlarini qidirishingiz kerak. Qachonki eshitish moslamasi ikki tomonga taqilgandagina ana uni samaradorligi ancha yaxshi bo'ladi. Odam ko'p joyda, shovqinli vaziyatlarda bemalol qiynalmasdan eshitasiz. Keyingi noto'g'ri tushunchamiz bu eshitish moslamalari faqat umuman eshitmay qolgani taqiladi yoki ularni faqat yoshi kattalar, keksalar taqadi degan noto'g'ri tushuncha. Bu juda ham noto'g'ri. Eshitish qobiliyatini, muammolarini juda ham uzoq vaqt e'tiborsiz qoldirish eshitishingizni zaiflashtiradi. Ya'ni kim gapga tushunishingiz, nutqni anglashingiz zaiflashib qoladi. Bu narsani keyinchalik agar vaqtida e'tibor qilinmasa, eng yaxshi eshitish moslamasi ham to'g'rilab bera olmasligi mumkin. Shuning uchun eshitingizda muammo sizga bilinyaptimi? Yoningizdagi odamlarni, atrofingizdagi odamlarni gaplarini yaxshi eshitmayapsizmi? Yoki sizga berilgan savolni noto'g'ri eshitib, noto'g'ri javob qaytaryapsizmi yoki umuman eshitmay qolyapsizmi? Shunaqa muammolar sezildimi? Darhol shifokorga borishingizni tavsiya qilamiz. Sizni eshitish qobiliyatingizni tiklashni jarrohlik yoki davolash imkoni bo'lmasa, eshitish moslamasidan kechiktirmasdan foydalanishni tavsiya qilamiz. Keyingi va oxirgi eshitish moslamasi haqidagi noto'g'ri tushuncha faqat eng qimmat eshitish moslamasi yaxshi degan tushuncha. Yo'q. Bu ham noto'g'ri tushuncha. Eshitish vositalari narxiga emas, balki eshitish mutaxassis tomonidan belgilanadigan sizning aniq parametringizga qarab tanlanadi. Ya'ni kim eng qimmat eshitish moslamasida sizga kerak bo'lmagan funksiyalar, qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Hech qachon u funksiyalar sizga kerak bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun siz o'zingizni yashash tarzingizdan, eshitish qobiliyati qanaqa pasayganligidan kelib chiqib, eshitish mutaxassis bilan birgalikda o'zingizga mos eshitish moslamasini tanlashni tavsiya qilamiz. Bugungi suhbatimiz sizga foydali va mazmunli bo'ldi degan umiddamiz. Qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirishingiz mumkin yoki call centerga aloqaga chiqsanglar, har qanday savolingizga javob olishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'linglar.